har 2 daqiqa dunyoda bitta odam insult kasalligiga chalinadi. Demak, insult bosh miyadagi qon tomirlarining ma'lum bir miqdorda yorilishi va bosh miyada qon aylanishi buzilishi tufayli paydo bo'ladigan kasallik. Qisqacha qilib oddiy tushuntirganda, demak, insult xavfini oshiruvchi tabiiy omillardan sizlarga hozir sanab o'taman. Birinchi navbatda qonning quyuqligi, qon bosimini baland yurishi, tabiiyki qon bosimi ko'tarilishiga qon quyuqligi sabab bo'ladi. Keyingi sabab kam harakatlilik. Kam harakat qilganimizda qon bosim shu normada bo'lmaydi. Demak, ko'proq o'sha quyuq qonlar kapillar qon tomirida yurishida ham qiyinlashadi. Harakatsiz bo'lgan holatda harakatimiz ko'paygan sari qon bosimi normallashadi va insultga siz bir qadam orqaga chekingan hisoblanasiz. Demak, keyingi sabablardan bittasi bizning ovqatlanish rejimimiz. Demak, ovqatlanishimiz juda ham hozirgi kunda bu haqda mendan boshqa ko'p odamlar gapirgan, ko'pchilik o'zi biladi, lekin amal qilmaydi. Demak, ovqatlanish rejimi buzilganligi, quyuq ovqat ko'p yeyiladi, fast food ko'p yeyiladi, xamirli ovqatlar o'sha zarar bizga yoki biron bir o'sha hozirgi kunda tez tayyor bo'luvchi ovqatlar juda ham ko'payib ketdi. Biron bir lapshalar yoki shunga o'xshash tez tayyor bo'ladigan biron bir ermak qiluvchi, masalan, chips bo'lishi mumkin, boshqa shunga o'xshash narsalar juda ham ko'p. Bularning tarkibida ximikat ko'p bo'lganligi uchun qonimizda toksinlarning miqdorini juda ham ko'paytirib yuboradi. Demak, keyingi sabab bizning stressimiz, asabiylik, qattiq siqilish yoki biron bir narsadan tez xafa bo'lib arazlash, shunga o'xshash emotsional holatlar ham gormonlar ishlab chiqarishini buzib, o'sha stresslarning ko'paytirilganligi hisobiga bosh miyada qon quyilish ehtimoli yana bir qadam ko'payadi. Demak, sizlarda shu holat kuzatilayotgan bo'lsa, insult xavfi ostidasiz. Buni oldini olish bo'lsa, juda ham oson. Demak, sizlarga men har doimgidek faqat tabiiy yo'llarni aytaman. Hech qanaqa dori-darmonsiz. Tabiiy yo'llari birinchi navbatda e'tibor qilishimiz kerak ovqatlanish rejimiga. Boya aytganimizdek, keraksiz ovqatlarni iloji boricha kamaytirishimiz, baribir 100% yo'q qilish juda ham qiyin masala. Ichimliklarga keladigan bo'lsak, energetik kola, fanta, gazli ichimlik, xullas, bularning hammasi zararli. Faqat iloji bo'lsa suvga o'tishimiz kerak. Bir kunda minimal 3 litr bo'lmasa 5 litrga suv ichgan odamda qoni ham suyuq bo'ladi. Butun organizmda yaxshi, har bir organlarga qon aylanishi yaxshi bo'lganligi uchun juda ham bir yaxshi holatda ishlaydi. Davom ettiradigan bo'lsak, meva-chevalar ko'proq iste'mol qilishimiz kerak, sabzavotlar ovqatlarimiz ko'proq bo'lishi kerak, ko'katlar yoki shunga o'xshash kletchatkali narsalardan ko'proq iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Keyingi etap bo'lsa harakat. Harakat ko'paytirish sizlar uchun unaqa muammo emas. Bir kunda juda bo'lmaganda ertalabda kamida 20 yoki 30 daqiqa yurib kelish siz uchun juda ham foydali. Yugurish insult umuman olganda qon tomiri kasalligi chalinishi adashmasam 4,5% oldini oladigan bo'lsa, yurishda bu foiz balandroq 9%. Demak, yurish bizga ko'proq foydali ekan. Demak, yugurishdan qo'rqib, yugurishdan erinib o'ziga bahona qiladigan odamlar uchun yurishni tavsiya beramiz. Harakat qancha ko'p bo'lgan sari bizda qon aylanishi normallashadi va bu holatdan keyin o'sha nafaqat insult, boshqa kasalliklarga chalinish ham sizlarda juda ham kamayadi. Immunitet baland bo'lganligi uchun oddiy shamollash ham sizdan chetroq yuradigan bo'ladi. Demak, keyingi sababi boya aytganimizdek stress va asabiylikdan chekinish. Bizga nima qizig'i bor? Arzimagan narsalarga hozirgi kunda asabiylashamiz. Endi o'zimiz uchun, hayotimiz uchun juda ham bir muhim narsalar chetda e'tibordan xoli qolib ketadi. Biz uchun muhim. Lekin arzimas boshqa keraksiz biron bir narsalarga asabimizni buzishimiz juda ham ko'p holatda kuzatiladi. Demak, shuni stabillashtirishga e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Farzandimizga, o'zimizning sog'lig'imizga, o'zimizning hayotimizga, ishimizga, do'stlarimizga, oilamizga. Boshqa ko'chadagi mashina bizani qisib yuborgan odamning nima qizig'i bor bizga yoki biron bir ishxonadagi urush janjal, shunga o'xshash narsalar o'zini olganda bizga qiziq bo'lishi kerak. Demak, shularga e'tibor qiladigan bo'lsak, ma'lum bir miqdorda asablarimiz ham o'zini joyida bo'ladi. Ya'ni stressdan uzoq yurish juda ham zarur. Eslatib o'taman, juda ham eng katta e'tibor qaratadigan narsamiz stress bo'lishi kerak. Chunki bu o'sha gormonalni o'zgartirish kiritganligi uchun organizmda juda ham tezlikda rivojlanadi bu narsalar. Chunki qon bosimi oshmaydigan odam kimdir o'lib qolsa yoki juda ham qattiq bir kasallik nimalar siqiladigan bo'lsa, 3 kundan keyin qon bosimi paydo bo'ladi va shu bilan umrining oxirigacha davom etadi. Demak, ozgina bizning e'tiborsizligimiz o'zimiz sog'lig'imiz uchun juda ham katta zarar bo'lishi mumkin. Xudo ko'rsin, agar insultga chalinib qoladigan bo'lsak, yengilroq varianti biz 5-6 oyda yotgan o'rnimizdan oyoq ko'taramiz. Og'irroq varianti bo'lsa 2-3 yillab yotib qolishimiz mumkin. Demak, bu narsa kimga kerak? Hech kimga kerak emas. Shuning uchun sog'ligingiz uchun bee'tibor bo'lmang. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar.
Demak, boya aytganimiz har 2 daqiqada insult bo'ladigan odamlar bor. Menimcha sizlarda ham aniq tanishlar bo'lsa kerak. Kommentariyada nechta siz bilgan insultga chalingan odam bor? Shu haqida yozib yuborsangiz ham bo'ladi. Siz o'zingiz uchun ma'lumot uchun qanchalik odamni ko'p chalingan va bundan tuzalib ketgani haqida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Kommentariyaga fikrini yozib qoldirib, bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmaydi. Sog' bo'lasizlar.